Opa, yaxshimisiz? Bu arzandalar jo'nating qishloqqa bir aylanib ketishadi, meva chevalar pishib qolgan. Ay, yo'q, opa, qishloqda ish nima qiladi? Havo almashtirib ketishadi, havo. Bo'pti, jo'natib oling. Xo'p. Ya, assalomu alaykum. Ya, atamanlar keldinglarmi? O'sganingni qara, teray. O'sibsan o'zi, ha? Ne katta bo'lib qoldi. Sen olaysan? Yaxshi keldinglarmi? Kirelyapmisan? 5 minut ish bor. Sen shu yerda qolib qo'yamiz. 5 minutda bo'ladi. 5 minut sizdan ko'ngil g'ash bo'ladi. 5 minutda bo'ladi. Necha tezroq xudo qilaysiz? Kelinglar. Ma'lumotni to'g'ri, ancha qo'yib qo'yish kerak. Yetdiga bo'lmasa. Mana bu narsalar, makalashkalar, hammasini olib chiqish kerak. To'g'ri, bu yoqda 5 minutlik emas, 5 kunlik ish bor-ku. Avval bir pasda bo'lasan, ayvon qilaman, nima? Siz qilmasingiz kerak, biz qilsa kerak o'shani. Iskin bering. Bo'la qolinglar, ozgina qoldi. Ashuni tugatsanglar, abitga qo'l bolam piyoz qovurib beraman.